Matbuot anjumanining ikkinchi qismida Qo'qon milliy to'p jamoasi bosh murabbiyi Bahomid Haydarni maqom ettiramiz. Bahomga dastlab mulohaza qilamiz. Endi assalomu alaykum avvalambor. Birinchidan shuni ob-havoga qaramasdan qo'llab-quvvatlab, oxirigacha qo'llab-quvvatlagan ishqibozlarga rahmat aytaman. O'yinga kelsak, birinchi bo'limni umuman nima deydi, provalit qildik. Yaxshi o'ynalmadik. Lekin tanaffusda ozgina bolalar o'ziga keldi. Bu hozir gaplashdik, bundan keyin ham gaplashamiz hali. Nastroyga bog'liqmi yoki bir boshqa nimalar bormi? Lekin ikkinchi taymda alohida oladigan bo'lsak, o'yinda g'alaba qozonishimiz mumkin edi. Chunki 3-4 ta momentimiz ham bo'ldi. Butun o'yin butun bo'lim bo'lmasa ham, lekin asosiy vaziyatlar bizda bo'ldi. Yutib ketishimiz kerak edi. Bugun 3 ochko suvi havoda zarur edi bizga. Chunki keyingi ishlarimizga, keyingi dalnishi o'zimizni jamoani ruhiyatiga 3 ochko juda ham yaxshi ta'sir qilish kerak edi, lekin albatta necha ham yaxshi rezultat, но uyda nima deydi, yaxshi taassurot qoldirmadi. 3 o'yindan beri hujumchilaringiz gol ura olmayapti. Ularga e'tirozingiz bormi? Endi albatta e'tiroz bo'ladi bo'lmagandan keyin, lekin именно hujumchilarga emas, bu butun jamoaga tegishli, chunki standart vaziyatlarimiz bor, bu yerda himoyachilar ham boradi, yarim himoyachilar ham. Umuman gol urish shu ketmayapti. Bu haqda gapirgim kelmayapti. Biz o'zimiz ishlaymiz, buni ustida ishlayapmiz ham. O'ylaymanki, bu bilan katastrofa qilish kerak emas, chunki qishki tayyorgarlik davrida shu Beshimov ham, Xolto'rayev ham, Kondratyuk ham o'zini ko'rsatdi, shu gol urish qobiliyati borligini. Shu o'ylaymanki, bu bolalar hali ko'p gol uradi. Mahorat futbolchi Shota Gvazava qachon safga qaytadi? Shota Gvazavani jarohati, asosiy jarohatidan qutuldi, yaxshi bo'ldi, lekin hali umuman formada emas. Hozir maksimalniy bir o'yinlarga qo'yib, maksimal darajada trenirovka qiladigan bo'lsa, mashg'ulotlarga kirishadigan bo'lsa, boshqa bir joyidan travma olish kerak. Shuning uchun u 2 oydan beri yurgani yo'q, endi sekin-asta formaga tushish kerak. Shuning uchun unga hali nadeysa qilmayapmiz-da, hali ближайший 1-2-3 turda. Rahmat.